Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga nogironligi bo'lgan o'quvchilarning harakatlanishini yaxshilash texnologiyalari haqida gapirib bermoqchiman. Bizning maqsadimiz ularning ta'lim olish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishini osonlashtirish hisoblanadi. Dunyo bo'yicha har 7 kishidan biri nogiron hisoblanadi. Aynan ular yurish, ko'rish, eshitishda nogironligi bo'lgan bolalar hisoblanadi. Ularning ko'pchiligi harakat qilishda qiyinchiliklarga duch keladigan bolalar hisoblanadi. Bu esa maktabga borish, sinfda qatnashish va tengdoshlari bilan muloqot qilishni qiyinlashtiradi. An'anaviy maktablar esa bunday nogironligi bo'lgan bolalarni ehtiyojlari uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratib bera olmaydi. Shu yerda zamonaviy texnologiyalar bizga yordamga keladi. Bular hozirgi kunda sun'iy intellekt yoki nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun turli xil yordam beruvchi qurilmalar. Masalan, nutq qiyinchiligi bo'lgan uchun AI bilan ishlovchi AAC qurilmasi mavjud. Bu qurilma ularni aytmoqchi bo'lgan gapini matnga yoki nutqqa aylantirib beradi. Shu bilan sinfda muloqot qilishini osonlashtiradi. Aqlli aravachalar va robot yordamida harakatlanadigan mustaqil harakatlanishni ta'minlaydigan aravachalar ham mavjud. Neyrointerfeysli protezlar orqali esa miya signallari yordamida sun'iy qo'l, oyoqlar boshqarish mumkin bo'ladi. Ko'z yoki og'iz yordamida ishlaydigan qurilmalar esa kompyuter, planshetlarda mustaqil ishlash imkoniyatini yaratadi. Virtual va kengaytirilgan haqiqat, ya'ni VR va AR texnologiyalari o'quvchilarga xavfsiz muhitda ijtimoiy ko'nikmalarni mashq qilishga imkon beradi. Shu bilan birga darslarni interaktiv va qiziqarli bo'ladi. Sensor kiyimlar, aqlli ko'zoynaklar esa atrof muhitni sezishda, xavfsiz harakatlanishda yordam beradi. Natijalar esa juda ajoyib bo'ladi. Masalan, AI yordamida muloqot qobiliyati 75% ga, aqlli aravachalar yordamida mustaqil harakatlanish esa 60% ga, VR texnologiyalar orqali esa ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda 50% ga yaxshilanishi bu olimlar tomonidan isbotlangan. Kelajakda biz sun'iy intellekt, robototexnika, VR va AR texnologiyalari yordamida har bir o'quvchiga teng imkoniyatlar yaratishga intilamiz. Bu ularning ta'limdagi muvaffaqiyati va hayot sifatini tubdan yaxshilaydi. Aytib o'tilgan texnologiyalarni o'z hududimizga olib kirish esa bizning hozirgi kundagi vazifamiz hisoblanadi.